Assalomu alaykum do'stlar. Mana bugun Shahrixon tumani Laynamoq qishlog'iga yetib keldik. Bu obyektimizga 27 kvadrat sokol toshlari hamda 30 kvadrat devoriga lazer qolipida qo'yilgan toshlarimizni qilib berganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Sovuq bo'lishiga qaramay ustalarimiz ishlarida qizg'in davom ettirmoqda. Bu toshlarimiz devor tanlamaydi. Fasl tanlamaydi. Mana sokollarda baho beringlar o'zinglar. Bu hali laklanmagan holatda. Laklanganda yana ham blisk berib turadi. Mana e'tibor berishingiz mumkin. Romlar patologiyaga moslab sokolni rangini moslagan akamiz. Bu ish boshlanishidan oldin o'zimiz kelib maslahatlarimizni berdik. Narxlarni ham arzon qilib berdik. Mana ko'rishingiz mumkin. Devor tanlamaydi deganimizga isbot. Mana pena blokka qatirilgan. Kuch bilan tortsa ham chiqmayapti. Mana sokol usti shunaqa tunkafon bilan yopiladi. Orasida havo aylanadi, reka chirimaydi. Mana kileylab sokollarda qilgan, mana ovoz chiqmaydi. Kileylangan bu oralari. Yaxshi qilib montaj bo'lyapti. O'zi avval boshida faqat shu tomon sokollar edi. İşlerimiz yoqqandan keyin bu tomonga ham zakaz qilishdi akalarimiz. O'zbekiston bo'ylab dastavka ustanovka xizmati mavjud. Toshlarimizni 15 yil garantiya beramiz. Pastda nomerlar qo'yib qo'yamiz, telefon qilaverasizlar. Shunaqa xizmatlar kimga kerak bo'lsa. Bu toshimiz narxini 60 ming so'mdan. Toshning o'zining narxi bu. Usta xizmati ham 60 ming, 70 ming qatirilyapti. Orqasiga reka ketadi. 1 kvadratiga 15 ming, 20 minglik. Sizlarga o'rtacha 150 mingga bormaydi. Endi sokolga eng arzon variant hamda sifatli variant bo'lib shu toshimiz turibdi hozircha. Yana bundan arzon variantlari bo'lsa, kommentariyada yozib ketinglar. Nima arzon tushadi sokolga? Granitlar ko'ryapsizlar narxlarini qanaqa chiqyapti. Hop, mana bu tomonlari ham bo'lyapti. Bu tepalarini lazer qolipda qo'yilgan toshlarimiz bilan yopib beramiz. Akamiz uyda shinam qilib solib qo'ygan ekan. Xudo xolasa yozda bu tomonlarni ham devorlarini qilib beramiz deb turishibdi hozircha. Fikrlar o'zgarib qolmasa, xudo xolasa bag'ini ham qilib beramiz. Mana akalar, e'tibor beringlar. Shunaqa qilib ustunovka bo'ladi. Rekalar juda mustahkam joylashgan. Bu reka chiraydi deganlar ko'p bo'lyapti. Reka aka patologda chirimaydi. Tomda chirimaydi. Tunkafonda chirimayapti. Nimaga fasadni plitkada chiraydi? Nimagaligini hech kim bilmaydi. Chunki chirimaydi bu reka. Sababi tosh orqasiga suv o'tmaydi. Tunkafon bilan bu yerga yopilgandan keyin suv o'tmaydi. Ko'rib turibsizlar. Kazirog ham bor. Usta akalarimiz kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Vodiy Fasad sizlarda xizmatinglarda.